Assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bugungi brifing orqali sizlarga jismoniy shaxslar tomonidan O'zbekiston Respublikasi chegara bojxona postlari orqali bojsiz olib kirish normalari to'g'risida ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Xususan, bojsiz olib kirish me'yorlarini jahon standartlariga muvofiqlashtirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ayrim turdagi tovarlarni bojxona chegarasi orqali olib o'tish tartibini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida 2025-yil 19-apreldagi 244-sonli qaror qabul qilindi. Qarorga ko'ra, 2025-yil 1-maydan e'tiboran jismoniy shaxslar tomonidan shaxsiy ehtiyoji uchun notijorat maqsadlarida respublika hududiga olib kiriladigan tovarlarning bojsiz olib kirish normalari quyidagi miqdorlarda belgilandi. Jumladan, havo transporti orqali 1000 AQSh dollari, temir yo'l va daryo transportida 500 AQSh dollari, avtomobil o'tkazish punktlarida 300 AQSh dollari, xalqaro pochta jo'natmalari orqali 100 AQSh dollari hamda xalqaro kuryerlik jo'natmalari orqali 200 AQSh dollari miqdorida belgilab o'tildi. Shuningdek, temir yo'l va daryo transportida hamda avtomobil o'tkazish punktlari orqali notijorat maqsadlarida tovarlarni olib kirayotgan shaxslar xorijiy davlatda 2 kalendar kundan, havo transportida 3 kalendar kundan kam muddat bo'lganlarida bojsiz olib kirish normalari qo'llanilmasligi, bunda ushbu tovarlarga bojsiz olib kirish normalaridan ortiq deb qaralib, tovarlarning butun qiymatidan yagona bojxona to'lovlari undirilishi belgilandi. Mazkur norma joriy yilning 20-iyul kunidan kuchga kiradi. Eslatib o'taman, yagona bojxona to'lov stavkasi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 7-noyabrdagi PQ 4508-son qarori bilan belgilangan bo'lib, yagona bojxona to'lov stavkasi tovarning bojxona qiymatidan 30% qilib, lekin har bir kilogrammi uchun 3 AQShlardan kam bo'lmagan miqdorda belgilandi. Shu bilan birga, xalqaro kuryerlik jo'natmalari orqali jismoniy shaxslar nomiga olib kelinadigan tovarlarga nisbatan bojsiz olib kirishning belgilangan normalari 1 kalendar oy davomida qo'llanilishi belgilandi. Shuningdek, jismoniy shaxslar tomonidan qonunchilik hujjatlari bilan eksport bojxona boji stavkalari qo'llanilgan tovarlardan boshqa qiymati 5000 AQSh dollarigacha bo'lgan tovarlarni yo'lovchi bojxona deklaratsiyasida ko'rsatmagan holda olib chiqishlari belgilandi. Bundan tashqari, qarorning 1-ilovasi bilan jismoniy shaxslar tomonidan respublikaga bojsiz olib kiradigan ayrim tovarlarning miqdoriy normalari, 2-ilovasi bilan esa jismoniy shaxslar tomonidan ayrim turdagi tovarlarni respublikadan bojsiz olib chiqishning miqdoriy normalari belgilandi. Unga asosan jismoniy shaxslar tomonidan 2 litr alkogol mahsuloti va shu jumladan pivo mahsulotini, 200 dona sigaret, 5 dona sigara, 100 gram tabak, 3 dona lekin 300 ml dan oshmagan miqdorda atir va ifor taratuvchi mahsulotlarni bojsiz olib kirishlari mumkin bo'ladi. Shu bilan birga jismoniy shaxslar tomonidan 3 kilogramm guruch, 5 kilogramm non mahsulotlari, 2 kilogramm go'sht va go'sht oziq-ovqat mahsulotlari, 2 kilogramm shakar, 2 kilogramm o'simlik yog'i hamda 40 kilogramm yangi uzilgan meva sabzavot mahsulotlari, uzum, poliz ekinlari, dukkakli o'simliklar hamda quritilgan sabzavot va mevalarni bojsiz olib chiqishlari mumkin. Qayd etib o'tishimiz lozimki, bugungi kunda chegara bojxona postlari, xususan Samarqand xalqaro aeroporti hamda Jartepa chegara bojxona postlarida mavjud monitorlarda mazkur qaror va farmonlarning talablari ko'rsatilgan 3 tilda bayon qilingan videoroliklar doimiy ravishda namoyish etilib, yo'lovchilarimizga qaror talablari to'g'risida tushuntirishlar berilmoqda. Bundan tashqari, bojxona xodimlari tomonidan ham chegaralarda, chegara oldi hududlarda mazkur qaror normalari bo'yicha targ'ibot, tashviqot ishlari olib borilmoqda. Shu bilan birga fuqarolarimiz tomonidan hukumat tomonidan chiqarilgan mazkur qaror va farmon talablari to'g'ri qabul qilinmoqda. Hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, yuqoridagi mavzu yuzasidan savol va mulohazalaringiz mavjud bo'lsa, viloyat bojxona boshqarmasining 233 63 00 raqamli ishonch telefoni orqali murojaat qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.